mashhur klientim keladi, hozir kelishini kutyapman. Hammalarni taniysizlar. Voy, o'lmasam. Kelishi boshqachami? Keyin nima qildi ularga? Assalomu alaykum. Ayo, shu kelgan videoga olasiz. Shoshilyapman Nargiz. Voy, o'li siz nima ro'mol oldingiz? Bunaqa tinchmisiz? Ha, tinch. Nima ro'mol oldingiz? Birtasi o'tib qoldimi? Voy, kimdir o'tib qolsa kasal bo'lsa ro'mol bo'ylash kerakmi? Prosta boshim yuvilmagan. Sochim kirib o'sha yerda ro'mol bo'laverman. Foto o'chiring, ketdik. Qani, foyda yoqdimi? Zo'r, ham doimgidan ham zo'r, a'lo darajada. Sabiy rangda. Siz ro'mol o'rab kelib qo'rqitmang odamni ko'p. Ro'molda kelishingiz ko'p qo'rqib ketdim. Endi ro'mol o'ragan odamni qandaydir yo kasal yo kimdir o'lgan bo'lmaydi-ku. Tavba qildim. Siz demak ko'chada maska taqib yurganlar, ha, o'zini virusdan himoya qilyapti deb o'ylagansizda. Yo, unaqa emas. Ko'pi tishini yuvmagan uchun ham maska taqa, aylanay. Boshini yuvmaganlar ro'mol o'raydi. Boshini yuvmaganlar ro'mol o'raydi. Bo'ldi, endi ro'mol o'rab ketasizmi? Ha, endi ro'mol. Bir haftadan keyin boshini ro'mol ko'rsangiz, demak boshi kirakan deydi.